Hech qachon pastkash insonlar bilan bahslashmang. Chunki yaxshi gap ta'sir qilmaydi. To'g'ri gapni qabul qilishmaydi. So'zlaringizni tushuntirish uchun ularni darajasiga tushishingizga to'g'ri keladi. Bu maydonda esa ular sizdan ancha tajribaliroq va hech qachon pastkash insondan yordam olmang. Men o'ylayman, erkak kishiga yarashmaydigan eng yomon sifatlardan biri bu mayda gaplik. Bir gapni yo bir ishni ushlab olib, odamlarni yillar davomida ezish bo'lsa kerak. Axir erkak kishiga mayda gaplik emas, viqor, haybat, oliy himmatlilik yarashadi. Alloh taolo खबर शुक्लाई पदेदानुनो पाबंदी वाला गेदा shamol iziga aq bilan yurgan odam baxt topar, johil qolur armon ichida. Bir qush tushib qoldi tuzoqqa, yolvorib dedi ovchiga, qo'yib yubor meni bugun, uch nasihat beray senga. Ko'p mol yeding, ko'p dunyo ko'rding, lekin hikmat yo'lin bilmading. Agar tinglasang nasihatni, baxt eshigin sen ochgaysan. Ey inson, aql bilan yasha, bekor armonlarga botma. Bo'lmas ishga ishonmagin, haq yo'ldan aslo qaytma. Uch nasihat qoldi senga, bir umrga nurdir bunga. Kimki aqlni do'st qilsa, baxt topar bu dunyoda. Birinchi so'zim, har eshitgan gapga ishonma. Aql tarozi bo'lsin doim, yolg'onlarga aldanma. Keyin uchib chiqdi devorga, ikkinchi so'zini aytdi unga. O'tgan ishga qayg'urmagin, armon foyda bermas senga. Ey inson, aql bilan yasha, bekor armonlarga botma. Bo'lmas ishga ishonmagin, haq yo'ldan aslo qaytma. Uch nasihat qoldi senga, bir umrga nurdir bunga. Kimki aqlni do'st qilsa, baxt topar bu dunyoda. Kuchi, ey odam, nasihatni unutding sen. Men yarim tosh kelaman.